Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 27 fevral günü Cenevada başlanğan ve 4 hafta davam qıldığan BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 52. növbətlik yığınında Uyğurlar meselesi yeni yığının asaslı gün tərtiblərinin biriga aylandı. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2 mart günü BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 52. növbətlik yığınıga tor orqali qatnashib qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizishini davom qilayotganligini ta'kidlagan. Ve biz Xitayning Şinjandagi Uyg'urlar ve başka az sonli millatlarga qarata davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qilmishlariga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Cumhuriyetining Şinjanda yurgizgan ig'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilayotganligi, shundaqla tutqunlarning qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlikqa uchrayotganligi, BDT Kişilik Hüquq Oliy Komissarlik ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchli faktlar bilan muayyanlashtirilgan edi deb ko'rsatgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang BDT Kişilik Hüquq Kengashining 52. navbatlik yig'iniga tor orqali qatnashib qilgan so'zida biz Şinjan ve Şizangda kişilik hüquq kapolatlik qilyapmiz. Ba'zi yomon g'arazli kuchlar Şinjan ve Şizang masalasini bozorga selib, Jungoga qarshi surkab vatanimizning taraqqiyotini to'sishga urinyapti. Biz buning qat'iy qarshi turamiz deb bildirdi. BDT Kişilik Hüquq Oliy komissari Volker Türk apandim yig'inning ochilishida qilgan so'zida, garchi xalqaro kişilik hüquq kitobnomasi e'lon qilingan o'tgan 75 yil mobaynida dunyoning kişilik hüquq vaziyatida ko'plagan natijalar qo'lga keltirilgan bo'lsa-mu, afsuski shuncha uzun yillardan buyon erishilgan natijalarning bugungi kunlikda to'solg'iga uchrayotganligini va kişilik hüquq vaziyatining chekinishga yuzilayotganligini ta'kidladi. BDT Kişilik Hüquq Kengashining 52. navbatlik yig'ini boshlanishidan 2 hafta burun kişilik hüquq Oliy komissari Volker Türk apandim Cenevada Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'atini qabul qilib ko'rishgan. Dolqin Ayso apandim ko'rishda BDT Kişilik Hüquq Kengashining 52. navbatlik yig'inida BDT Kişilik Hüquq Oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi umumiy doklatining maxsus muzokara qo'yilishini talab qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning BDT Kişilik Hüquq Kengashining 52. navbatlik yig'inida qilgan nutqida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining ham davomlashayotganligini eskartishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining olqishiga erishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso matbuotlar qilgan so'zida Antony Blinkenning so'zini qarshilish bilan birga boshqa demokratik davlatlar hukumatlarini Amerika bilan moslashishga chaqirdi. U mundaq dedi: Blinken apandining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ham davomlashayotganligini ta'kidlashi intayin muhim. Bu boshqa demokratik davlatlarni harakatga keltirish kerak. Ularmi Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatni to'xtatish uchun darhol Amerika bilan hamkorlashishi, uni qo'llashi kerak. Maxsus Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish haqida yig'in tashkillanishi kerak. Yaqında bir usulda o'tkazilgan 38. navbatlik Yevropa İttifaqı Xitoy kishilik huquq dialogi yig'inida Yevropa İttifaqı taraf Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklarga tutgan muomalasini tanqidlab, Xitoydan BDT kishilik huquq oliy komissarining Şinjan dokladidagi talablarini darhol ijro qilishini talab qilgan edi. Lekin Osiyo erkinlik institutining oshkorlashicha, yig'inda Xitoy taraf Uyg'ur, Tibet, Hong Kong masalalarining kishilik huquq masalasi emasligini ilgari surib, chet elning aralashishini rad qilgan. Yaqında Xitoy vakili bu masalalarning Xitoyning egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunlik masalasi ekanligini ilgari surgan. 2019-yildan beri to'xtab qolgan Yevropa Ittifoqi Xitoy kishilik huquq dialogi 17 fevral kuni bir yusilda 4 yildan keyin tunji qitim qayta o'tkazilgan edi. Lekin bu yig'in kishilik huquq tashkilotlarining qarshiligiga uchragan. Yig'inning oldida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va kishilik huquqni ko'zatish tashkilotini o'z ichiga olgan 10 ommaviy tashkilot Yevropa Ittifoqi rahbarlariga xat yozib, bu suhbatning Sharq Turkistonda sodir bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga javobgarlikni o'z ichiga olgan Xitoydagi kishilik huquq krizisining og'irlik darajasini ko'z tutganda ahamiyatsiz yig'in ekanligini aytgan edi. Osiyo erkinlik institutining oshkorlashicha, yig'inda Xitoyning bosh vakili Sun Lei, Xitoyning Şinjan, Tibet rayonlari va Hong Kong alayda ma'muriy rayoniga munosabatli kishilar kishilik huquq masalasi qatoriga kirgizilmasligi kerak. Ular Xitoyning egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligiga munosabatlik, boshqalarning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi deb chalvo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda Yevropa Ittifoqi Xitoydan BDT kishilik huquq oliy komissarligining Şinjan dokladidagi talablarni ijro qilishini talab qilish bilan bir vaqtda Toshpo'lat Tayyip, Ilhom To'xti qatorliq Uyg'ur ziyolilarini qo'yib berishni talab qilgan.
Bütün dünya musulmonlari taqozolik bilan ketayotgan muborak Ramazon oyi yaqinlab kelayotgan bir paytda Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti muhojiratga qarindoshlarimizni Tailand, Marokash, Saudiya Arabiston, Misr va Afg'oniston qatorliq davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan qarindoshlarimizga moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Mutallab Qurbon apandimning imzosi bilan yo'llangan murojaatnomada aynan mundaq deyilgan. Bütün dünya musulmonlari tashnalik bilan ketayotgan Ramazon oyi yaqinlab kelyotidi. Bu muborak oy yetib kelish oldida Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti bütün xalqimizni Ramazon oyini ibodat va xayr-saxovat bilan o'tkazishga tilakdoshlik bildirdi. Ulug' Alloh Ramazon oyining xosiyati bilan hammamizga tavfiq, hidoyat va mag'firat ato qilg'ay. Aziz qarindoshlar, har qatim bütün dünya musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mushunda xosiyatli kunlar yetib kelganda vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichkiri o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qiz yigitlarimiz, yana vatan mustaqillik uchun vatandan chiqib Tailand, Marokash, Saudiya Arabiston, Misr va Afg'oniston qatorliq davlatlarda turayotgan va u davlatlarning turmalariga qamilib qolgan va sarson bo'lib yurgan nurg'ulg'an qarindoshlarimizning og'ir qiyinchilik ahvolda qolishi bizni cheksiz qayg'uga solmoqda. Dinimizning hukmi bo'yicha oldi bilan o'zimizni qutqizish uchun zakot, sadaqa fitr va har turli yordamlarimizni o'z ichimizdagi ehtiyoj egalariga berish eng savobli ishdir. Shuning uchun bu qarindoshlarimizga yetkazib berish uchun bu yilgi zakot, sadaqa fitr va har turli yordamlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetiga topshirishinglarni umid qilamiz. Biz bu yordamlarning eng ehtiyojli qarindoshlarimizga yetib boradiganligiga kapolatlik qilamiz. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniya Tibet harakati vakillaridan tarkib topgan hay'at Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik komiteti raisi Renata xonim va parlament a'zosi Peter Heyded apandimni parlamento binosida ziyorat qilib, ular bilan 2 soatga yaqin suhbat olib bordi. Asqarjon apandi suhbat qilgan so'zida Germaniya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus muzokara olib berilishini va parlamentning Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qaror chiqarishini talab qildi. Yevropa Sharq Turkiston birligi va Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti o'tgan yil 11-oyda Germaniya parlament a'zolariga birlashma imzoliq maktub yo'llab, ularga yuqorqi talablarni o'ttirib qo'ygan edi. Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik komiteti raisi Renata xonim bu qatimki ko'rishda qilgan so'zida bu yil Germaniya parlamentida Uyg'urlar masalasi haqida umumiy bir muhokama yig'ini o'tkazishga g'ayrat qilganligini bildirdi. Germaniyaning Dortmund shahridan 40 kilometr uzoqlikdagi Hema rayonida 3 yildan buyon siyosiy panohlik tilab turayotgan vatanparvar o'g'lonimiz Muhammad Qarluq Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini Germaniya xalqiga anglatish maqsadida 20 fevral kuni velosipedlik tashviqot harusi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining markazi joylashgan Myunxenga qarab yo'lga chiqqan edi. Fidokor yigitimiz Muhammad Qarluq velosiped bilan 550 kilometr yo'l yurib 1 mart kuni Germaniyaning Karlsruhe shahriga yetib kelgan. Karlsruhe shahrida uni Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Anvar Ahmad boshchiligidagi bir qism qarindoshlarimiz qizg'inlik bilan kutib olgan edi. Karlsruhe shahridan safarini davomlashtirgan Muhammad Qarluq apandim qattiq sovuq va qarshi virg'anlarga qaramay yana 100 kilometrdan ortiq yo'l yurib 3 mart kuni Stuttgart shahriga yetib keldi. Stuttgart rayonida yashayotgan qurultayning vakili Abdushukur Hojim boshchiligidagi qarindoshlarimiz fidokor o'g'lonimiz Muhammad Qarluq apandini qizg'inlik bilan kutib olib, uning jasoratiga opirin o'qishdi. 4 mart kuni Stuttgartga Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan birga Stuttgart shahar markazida Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazgan Muhammad Qarluq apandi shu kuni kechda Stuttgart shahridan Myunxen shahriga qarab yo'lga chiqdi. Muhammad Qarluq apandi 9 mart kuni Myunxenga yetib kelishni planlamoqda. Muhammad Qarluq yo'l bo'yi shahar yeza Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka munosabatli tashviqot varaqchilarini tarqitib mangan. 4 mart kuni Stuttgart shahar markazida o'tkazilgan namoyish maydonidan istansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Stuttgart shahrida yashayotgan vakili Abdushukur apandim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz qarindoshlar. Bugün biz Stuttgart meydanida elimiz Nur Muhammed bilan qarindoshlarimiz bilan namoyish qilib turyapmiz. Nur Muhammed elimiz shuncha jirohatdan 650 kilometrga besib vatan millatniki g'amlar shu xalqimizning ovozi bo'lish salohiyati bilan mana bu şey kapdi. Nayt qo'shildik. Hammamizga qaytadan bir umid, yana bir ishonch, bir jasoratni berishdi. Endi qirilayotgan, o'layotgan millat bizning millatimiz, bizning xalqimiz.
biz yığılmasak, biz güreş kılmasak bunu bir adam tutulduramıydı. Ama bugün mana bizim kılalaydıgan işimizni qilgan adam eng ulug' adam. Bugün kılalaydıgan işni qilgan adam eng to'g'ri adam. Biz nayt qo'shildik va elimizdan qolgan qarindoshlarimizni Nurmahmat elimizdan ulgu ilib, mana mushalarni inqilob maydonlarida aqtashlab qo'ymay, nurni murgitirib, birlikda kurash qilsak, mehribon Alloh cho'qim bizga dunyoning vaziyatini foydali qilib berishga, nejiz Xitoyniki vaziyatini foydasiz qilib berishga mehribon Alloh qodir. Alloh qarindoshlarimizni rozi olsun, Nurmahmat elimizdan rozi olsun. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Alloh omonat.